Hech kim sizga yaxshilik qilishga majbur emas. Achchig'ingiz keldimi? Ichingizda norozilik uyg'ondimi? Demak, hayotingiz mas'uliyati boshqa birovda. Endi siz uni ayblaysiz, undan kutasiz va albatta xafa bo'lasiz. Eng qizig'i, o'zingiz hayotingiz mas'uliyatini unga o'zingiz topshirgansiz. U sizga og'irlik qilgani uchun, hayotingizdagi ba'zi masalalarni o'zingiz hal qilishni xohlamaganingiz uchun. Nima qilish kerak u holatda? Inson bu vaziyatdan chiqish uchun avvalo bilim olish kerak. Shaxsiyatingizni rivoji uchun kerak bo'ladigan barcha bilimlarni olishingiz kerak. Shaxsiy chegara nimani bildiradi? U qanday himoya qilinadi? U qanday his qilinadi? Va bugun siz qanchalik tayyorsiz uni o'zingiz ko'tarish uchun?